Assalomu alaykum Bahodir Uz kanali obunachilari va chorva ishqibozlari. Hafta kuniga yakshanba 2026-yil 7-iyun. Toshkent viloyati Parkent tumani Boyqo'zon qo'rg'ondan bo'ladi. Xudo xolasa bugungi video obzorimiz Lazizbek ukamizning fermalaridan 3 bosh toza qonli simental originallarini chiqazib beramiz. Xudo xolasa o'zingizlar ko'rib sifatiga bahoni berib qo'yasizlar. Videolarimiz yoqsa bir donadan layklarni bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Hurmatli obunachilar, ko'rganda mashalloh deb ketasizlar mana. Haqiqiy toza qonli originallar. Qani bismillahirrohmanirrohim. Qolgan to'liq ma'lumotlarni Lazizbek ukamiz o'zlaridan olib beramiz. Lazizbek xormay. Aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Tuzimsiz. Zo'r, Xudoga shukr. Qanaqasiz? Bugun Xudo xolasa 3 bosh simentallarni originallarini chiqazib beramiz, Xudo xolasa. Mana do'stlar, o'zingizlar ko'rib sifatiga bahoni berib qo'yasizlar. Xudo xolasa to'rmunchasi sog'. O'zimiz zotga olib kelgan bo'qalarimiz aka, shu fermada ko'rib turgan sigirlaringizni hammasini shu bo'qalardan qochirganmiz. Aha. O'zimiz sut yo'nalishida ishlaymiz, bilasiz Bahodir aka. Taniganlar biladi, Lazizbek ukamizning fermalari sut yo'nalishida ish faoliyat olib boradi. Zotga olib kelib, bundan Xudo xolasa zot oldi, simentalımizdan. Xudo xolasa oldi aka, hammasidan shular qochdi. Shu bo'qalarimizdan. 100% zotga yaraydi, hurmatli obunachilar. Olib zotga foydalanaman desanglar ham tushiradi mana. Bu yoqqa olib chiqaylik. Mana do'stlar. Badani ham, eti ham zo'r. Ratsioni qanaqa ratsion yeyapti bular? Ratsion kunjara shu o'zimizning retseptlarimiz bor aka, bo'qalarga alohida, sigirlarga alohida. Hammasi o'zimizning ishchilar tomonidan beriladi. Uchalasi ham zotga yaraydi. Uchalasi ham Xudo xolasa zotga yaraydi aka. Uchalasining to'rmunchasi sog'. Hammasi mana ko'rib turibsiz aka, o'ynab. 100% zotga tavsiya beramiz mana. Lazizbek bular kurechini buzganmi? Aka, hammasi kurechini yaqinda bizda. Aha. Hammasi kurechini bizda aka. Mana do'stlar, original variantlardan so'ragan obunachilarimizga kelaverasizlar, Xudo xolasa mana. Mana. Lazizbek endi qarang, maqsad sotish bularni. Maqsad sotish aka. Mana hurmatli obunachilar, prosta reklama show emas. Xudo xolasa yaqinlatib qo'yamiz. Ishqibozi bo'ladigan bo'lsa, qarang, kattadan boshlaymiz. Yakka o'zini zotga so'raganlarga nech pul qo'yamiz? 55 million qo'yamiz aka. 58 million, olib kelish, 56 ham yo'q. 55 million ozgina xayrga o'tib beramiz. Mana taxminan jivoy veslari qancha kelib qoladi? Menimcha 8 kilodan oshiq keladi aka. O'zimiz taraziga yoki boshqa ortib ko'rmaganmiz, chiqarib ko'rmaganmiz. Endi taxminan aytib o'tilyapti, hurmatli obunachilar. Mana 55 million savdasi bor. Mana ko'ringlar. 55 million. Oyog'ida bicholmadim deganlarga taroziga ham o'ynab yuboramizmi? O'ynab yuboramiz aka. 72 mingdan taroziga chiqarib beramiz, Xudo xolasa. Joni sog' bo'lsin. Keladi, ko'radi, tanlaganini chiqarib beramiz aka. Qaysi birini bo'ladigan bo'lsa, mana 72 mingdan xayr barakasiga yana siylab beramiz. Beramiz aka. Mana do'stlar, yo'q, oyog'ida savdo qilib olaman desanglar 55 million savdasi bor. Zotga Xudo xolasa yaraydi mana do'stlar. Hammasi sog'lom. Mana ko'rsangiz aka. Joning sog' bo'lgur mana. Hammasi zotga yaraydi. Endi qarang, bularni nech pul qo'yamiz oyog'ida qiziqqanlarga? Aka, bu ikkalasiga 48 million so'mdan qo'yamiz. Undan ham ozgina xayri bor aka. Mana do'stlar, kurechini buzgan. Taxminan qancha chiqib qoladi jivoy veslari? 600 kilodan oshiq chiqadi Xudo xolasa aka. Endi Lazizbek qarang, 48 emas, 47 million ozgina xayr barakasiga siylab bering. Sizni obunachilaringizga aka 47 dan qo'yib beramiz uni. Mana do'stlar, tavsiya berib qolamiz, kelaverasizlar Xudo xolasa mana. Yeb ichishiga, 4 ta tuyog'i butunligiga bir hafta garantiya beramiz, ha? Hammasiga Xudo xolasa aka garantiyasi bor.
Lazbek, simentalarining sifati zo'r, menga ma'qul. Uchalasini qo'yib bir joyga olaman degan obunachilarimiz bo'ladigan bo'lsa, nech pul qo'yamiz? Qani bitta o'xshatib aytingchi. 150 million qo'yamiz aka, ozgina xayri bor. Hammasi bir joyga bo'lsa. Hammasi bir joyga bo'lsa 150 million xayri bor aka. Mana do'stlar. Ichidan tanlab olaman desanglar ham, xohlasanglar oyog'ida, xohlasanglar taroziga ham sotilaveradi, hurmatli obunachilar mana. Hammasi sog'lom o'ynab turibdi. Fermer aka-ukalarimiz ham tashab qo'ysanglar mana zotga foydalanib, yana foyda bilan sotsanglar bo'ladigan variantlar. Lazbek, qarang, aka. 150 million qo'yamiz deyapsiz hozir buni. Aha. 47 dan qo'ydik. Kichkinalarni 55 ga 149 million bo'lyapti-da hozir uchalasi qo'yib bir joyga. Ha. Qo'yib bo'lyapti. Namorat kelishtirib yana chiroyli qilib sotadigan. 1 million oshig'ini aytib qo'yib bizadi unda aka. O'zi 149 million bo'lar ekan agar uchalasi. Mayli aka, sizning hurmatingiz 148 million bo'lsa, uchalasi bir joyga faqat. Xayr Uchalasin barakasiga yana boqaman siylaysiz agar. Bir joyga. Mana do'stlar, onlayn savdolarimiz ham bor, ha? Onlayn savdolarimiz ham bor aka. Endi 12 ta viloyatga dastavkamiz ham kelishilgan holatda bor. Vodiy vohaga bo'ladigan bo'lsa ham kelishilgan holatda, hurmatli obunachilar. Dastavka hamma narsasi bor. Hech kimni norizo qilib chiqazib yormaymiz. Xudo xolisa, hurmatli obunachilar mana imkon qadar kelib tepasida ko'rib olishinglarni tavsiya beramiz. Baribir ko'z bilan ko'rib olgan boshqa narsa-da mana do'stlar. Yeb ichishlariga bir hafta garantiya beriladi. Xudo xolisa. Yukiga ham hisobi bor, o'rtoqlar mana. Jada oyog'ida bo'lmasa taroziga ham mana sotiladi xudo xolisa. 72 ming nasodasi bor. Yurtda bo'layotgan iskitkani o'tib beramiz, ha? O'tib beramiz aka. Mana. Xudo xolisa, kelishsa, ko'rishsa. Boshida kelib ko'rganga yetmaydi-da baribir aka, Albatta, maslahat ham. endi videoda qanaqa ko'rinyapti bilmadim-u, Deb ko'rsa. lekin sifati o'ta kuchli mana. Zotga foydalansanglar ham bo'ladi. Bahodir Uz kanali gruppamiz bor. Lokatsiyalarini tashab qo'yamiz. O'tib bemalol olsanglar bo'ladi, hurmatli obunachilar. Lazbek, O'labay aka. sutdan chiqqan variantdan ham chiqazib beramizmi? Sutdan chiqqan variantdan chiqarib beramiz aka. Ikkita semental, bittasi gibridga irg'ochi onanjamiz bor. Bitta erkak bo'qachamiz bor. Xo'p, o'rtoqlar, buni ham Semental ko'rsatib avtoski. ketamiz. Bu simentalga Estonni gibridimi deyman, mana bu? Ha, bu Estonga aytganimdek gibrid aka. Mana do'stlar, lekin Estonga tortibdi mana zot. Necha oylik bo'ldi bular? Bunisi qizili irg'ochisi 5 oylikka qarab endi ketdi aka, 4 oylik bo'ldi. Bunisi 4 oylik bo'lyapti endi. Erkagi. Mana başdan shunda zagonga tushib olamiz, hurmatli obunachilar. Xo'p, do'stlar mana. Hali sut ichadi lekin aka, endi sutdan chiqaryapti. Mana. Lekin ovqatga kirgan. Uje sut bermasanglar ham bo'ladi mana. Ha. Estonimizni ham shunda olib chiqinglar mana. Mol qilib olishga qarang. O'zingizning fermangizda sigirni bolasi bu. Ha, o'zimizning bolasi. Borini aytamiz. Mashalloh do'stlar, kindinglar mana. Hali uzoq holatda ostalari ham zo'r. Onasi necha litr sut beryapti buni? Onasi olib qochish emas, boshqa emas, 35 sut beryapti aka, onasi. Erta kechaga 35 litr sut beryapti uni. Mana formalar. Aka. 35 litrlik bolasi. Xudo xolasa ertaga orqasini kutganga arziydigan sigir bo'ladi kelajakda do'stlar mana. Mana buqachamiz necha oylik bo'ldi dedingiz buni? Bo'g'achamiz 4 oylik bo'ladi yaqinda, xudo xolasa. 4 oylikdan o'tadi-da. Kurslari ham zo'r. Sutni ham yaxshi ichgan ekan mana. Ha. Qiziqqanlar bo'ladigan bo'lsa, o'rtoqlar mana. Chiroyli sababini qilib o'zim sigir qilib olaman deganligi mana G'unvachin Estonimiz. Mana. Buqachamiz ham o'ta sifati zo'r. Bularning narxini qanaqa qo'yib ketamiz? Narxini Endi bularni narxini qanaqa aytamiz? aka
48 million aytamiz aka. Jupiga. Jupaga 48 million aytamiz bitta joyga aka. Mana do'stlar, imkon qadar jupiga narx aytilyapti. Endi 48 emasda kelishtirib chiroyli qilib aytavering. Lazizbek. Kreta mayli aka. Bo'lsa xalqqa bo'lsa 46 million bera qolsin. Jupiga. Jupaga. Endi bitta ish qilamiz, qarang. Kelgan insonga, misol mana Estonimizni onalari 35 litrli bolasida ko'rsatib bera olamiz, onalarni. Ko'rsatib, sog'lishigacha ko'rsatib beramiz aka. Dash sog'imlarigacha ko'rsatib beriladi. Ko'rsatib beramiz. Lazizbek 46 emas, jupiga ishqibozda bitta kichkina zagon qilib tashab qo'yaman. Xudo xolasa sababini qilib boqib ertaga mol qilib olaman deganlarga 45 million qo'yamiz. Nima deysiz jupiga? Mayli aka, lekin hozir ko'rib turibsiz, hozir oddiy mollarimizni ham mollari bunaqa narx bo'lmoqda. Endi bitta narsani ta'kidlab o'tamiz, hurmatli obunachilar. Mol bilan molni solishtirib bo'lmaydi. Bular o'zimizning mesniy sigirlarni bolalari emas, bilasizlar. Xudo xolasa orqasini kutganga arziydigan mol bo'ladi mana. Estonimiz ham xudo xolasa birinchi xoringa bo'g'oz holatini, narx-navosini ko'ryapsizlar do'stlar. Jupiga bo'ladigan bo'lsa 45 million, ozgina xayr barakasiga Ozgina xayri bor aka. Mayli. Ozgina xayri bor. Pulim kamroq edi. Bittasini olaman deb ishqivozi chiqadigan bo'ladigan bo'lsa ham sotaveramizmi? Например, Estonni mana sigir qilib olaman deb yo buqachaga ishqivoz bo'ldim deganligi ham ajratib ham sotaveramiz, a? Ajratib. Hurmatli obunachilar, kun issiq hisobiga telefonlar qisib uzilib olinyapti do'stlar. Xo'p, qarang. Bularni tanlab olishga ham sotaveramiz, a? O'sha joyda to'xtagan. Sotaveramiz aka. Endi imkon qadar bir joyga bo'lsa, bilasizlar, yengilroq bitadi, hurmatli obunachilar. Alohida sotiladigan bo'lsa, telefonlarda gaplashib narxlarini kelishtirib beramiz aka. Mana do'stlar. Gem bor, xudo xolasa. Yaxshi ratsionda boqsanglar, erta yaxshi effekt beradi. Onlayn savdolarimiz bor, dastavkalari kelishilgan holatda bo'ladi, hurmatli obunachilar mana. Kelaverasizlar, xudo xolasa. Kelaverasizlar, hurmatli obunachilar mana. Hamma razmerdan bor. Xohlasanglar mana ustdan chiqqan varianti bo'lsa, simental buqalarimiz ham mana. Zotga xudo xolasa 100% sinovdan o'tgan. Bemalol ishinglar bitadi, hurmatli obunachilar. Havas ko'zi bilan boqqanga ming rahmat degan insonlarning xonadonida nechtadan bo'lsa, Lazizbek shunaqa mollar. 100 tadan bo'lsin aka. Hurmatli obunachilar, rizq Allohdan, hammamizga nasib qilsin shunaqalardan boqish mana. Lazizbek, sizni ham chorvangizga baraka, bozoringizni bersin, qilayotgan ishlaringizni Alloh xayrli qilsin. Shu bilan video syomkamizni yakunlaymiz, hurmatli obunachilar. Sizlardan so'raladigan narsa bir donadan layklarni bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar, paddeshkada bo'lib turasizlar. Bu videoni toza qonli simental buqalari bo'lganda olib, zotga foydalanardim degan tanishinglarga videoni ulashib qo'yasizlar, hurmatli obunachilar. Shu bilan video syomkamizni yakunlaymiz, hurmatli obunachilar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.